Assalomu alaykum aziz do'stlar, kanalimizga xush kelibsiz. Kanalimizda mehmon bo'lsangiz, kanalimizga obuna bo'lishni unutmang. O'zbekiston Markaziy bank tomonidan belgilangan xorijiy valyutalarni O'zbekistonga nisbatan 2026-yil 9-iyun kuni uchun amal qiladigan qiymatini e'lon qildi. Telefonlar yomg'iri. Anjirpayda mega aksiya boshlandi. Endi Rossiyadan O'zbekistonga pul o'tkazib, zamonaviy smartfonlarni yutib olish imkoniyatiga ega bo'ling. Omadli o'tkazma aksiyasi. Har $100 naqd pul o'tkazmasi uchun sizga bitta anjir beriladi. Qanchalik ko'p anjir yig'sangiz, yutish imkoniyatingiz ham shunchalik oshadi. Aksiya davomida 15 dona Samsung Galaxy A07 o'ynaladi. Har 10 kunda jonli efir orqali g'oliblar aniqlanadi. Random dasturi orqali 5 nafardan g'olib tanlanadi. Referal marafon ham sizni kutmoqda. Do'stlaringizni Anjirpayga taklif qiling. Reytingda yuqoriga ko'tariling va quyidagi sovrinlardan birini qo'lga kiriting. iPhone 13, Samsung Galaxy A37, Redmi Note 15 Pro. Aksiya muddati 24-maydan 24-iyungacha. Anjirpay bilan pul o'tkazing, do'stlaringizni taklif qiling va telefonlar yomg'irida siz ham g'olib bo'ling. Ko'ra dollarning rasmiy kursi 36 so'mga pastlab, 1 AQSh dollari 12.013 so'm tashkil etdi. Bundan ko'rinadiki, 100 AQSh dollari 1.201.340 so'mga teng bo'ldi. Yevro kursi esa 193 so'mga pastlab, 1 yevro 13.831 so'm tashkil etdi. Bundan ko'rinadiki, 100 yevro 1.383.103 so'mga teng bo'ldi. Rossiya rubl kursi esa 0.05 so'mga pastlab, 1 Rossiya rubli 163 so'm tashkil etdi. Bundan ko'rinadiki, 1000 Rossiya rubli 160.870 so'mga teng bo'ldi. Qozoq tangasi esa 0.05 so'mga pastlab, 1 qozoq tangasi 24 so'm tashkil etdi. Bundan ko'rinadiki, 1000 qozoq tangasi 24.740 so'mga teng bo'ldi. Eslatib o'tamiz, har kunlik dollar, yevro, rubl hamda qozoq tanga kurslarini kuzatib borishni istasangiz, kanalimizga obuna bo'lib, qo'ng'iroqcha tugmachasini bosib qo'yishni unutmang. E'tiboringiz uchun alohida kattakon rahmat.